Ko'z oldingizga keltira olasizmi? Daraxtlarsiz dunyo qanday bo'ladi? Havo iflos, qushlar yo'q, mayin shabodalar ham avvalgidek emas. Mutlaqo jimjitlik. Bugun ekologik vaziyat shu darajaga keldiki, bitta daraxtning kesilishi ham musibat bo'lishi kerak aslida. Biroq bunday bo'lmayapti va insoniyat daraxtlarni ayovsiz tarzda kesishda davom etmoqda. Mutaxassislar esa tobora biz tomon yaqinlashib kelayotgan xavfdan ogohlantirmoqda. Ba'zi olimlarning fikricha esa dunyoda 6-ommaviy qirilish jarayoni allaqachon boshlangan. Fojiaga qanchalik yaqin turganimizni tushunish uchun quyidagi faktlarga e'tibor qaratishning o'zi kifoya. Dunyo bo'yicha tropik o'rmonlarning yarmi allaqachon yo'q qilingan. Ularni tiklash uchun esa 100 yillar kerak bo'ladi. Hozirda quruqlikning atiga 30% o'rmonlar bilan qoplangan. Daraxtlarning muntazam kesilishi atmosferadagi uglerod oksidi miqdorini 6-12% ga oshiradi. Har daqiqa o'lchami 27 ta futbol maydoniga teng bo'lgan o'rmon hududi yo'q bo'lib ketmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblarida keltirilishicha, 1990-yildan hozirgacha yer yuzida 420 million gektar o'rmon zori yo'q qilingan. Tushunishingiz uchun misol keltiraman. O'zbekistonning umumiy yer maydoni 448 ming kvadrat kilometrdan katta. Bu degani shu paytgacha O'zbekiston hududidan salkam 9,5 marotaba yoki Rossiyaning 4,1 qismi yoki Yevropa qit'asining 41% ga teng hudud yo'q qilingan. Qo'rqinchli raqam. Daraxtzorlar ko'plab o'simlik va hayvonot turlari uchun boshpana, oziq-ovqat va ko'payish imkoniyatini beradi. Ularning kesilishi va nobud bo'lishi esa noyob va nodir turlarning yo'qolishiga, tabiiy ekotizimlardagi muvozanatning qayta tiklanmas darajada buzilishiga olib kelishi mumkin. Ommaviy kesishlar natijasida karbonat angidrid darajasining tabiiy pasayishi uziladi. U atmosferada to'planadi. Natijada issiqxona effekti ortadi. Bu global isish va iqlim o'zgarishiga hissa qo'shib, ob-havoga ta'sir qiladi. Natijada suv toshqinlari, kuchli bo'ronlar va qurg'oqchilik kabi ofatlarga olib keladi. Insonlar salomatligiga xavf soluvchi kasalliklar ko'payadi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, daraxtlar kesilishi oqibatida ekotizimlarning buzilishi, bezgak, dengi isitmasi va boshqa hayvonlar orqali yuqadigan kasalliklarning tobora keng tarqalishiga turtki bo'ladi. Zero, yashash muhitining yo'qolishi hayvonlarni ko'pincha odamlar yashaydigan hududlarga ko'chishga majbur qiladi. Bu esa kasalliklarning odamga yuqish xavfini oshiradi. Biroq oqibatlar faqat ekologik va tibbiy oqibatlar bilan cheklanmaydi. Bu o'z ortidan ham ijtimoiy, ham iqtisodiy tabiatga ega bo'lgan muammolarni boshlab keladi. Qashshoqlik chegarasidan pastda yashovchi odamlarning 90% dan ortig'i oziq-ovqat, yoqilg'i va tirikchilik vositalarini daraxtzorlardan oladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturi ma'lumotlariga ko'ra, har yili daraxtzorlarning kesilishi natijasida 24 milliard tonnagacha serhosil tuproq yo'qoladi. Bu esa global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi. Chunki yildan yilga qishloq xo'jaligi uchun yaroqli yerlar tobora kamayib bormoqda. Aslida daraxtlarni qayta ekib tiklasa bo'ladi. Bu uchun kesilgan daraxtlar o'rniga yangi ko'chatlar ekilishi kerak. Ammo kesilgan daraxtlar o'rniga ekilgan daraxtlarning katta bo'lishi uchun uzoq yillar kerak bo'ladi. Agar daraxtlarning o'suvchaligiga e'tibor berilsa, masalan, qarag'ay 20 yilda, eman esa 50 yilda katta daraxtga aylanadi. Bizda hali umid bor. Har bir ekilayotgan daraxt nafaqat kislorod, balki kelajak avlodga berilgan sovg'adir. Daraxt hayot. Bitta daraxtni asrash yuzlab hayotlarni saqlab qolish demakdir. Unutmang, kesmaslik ekishdan muhimroqdir. Omon bo'ling.